نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme kılgıcı İslam Çakarları Grupsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Doktor Zeki Muhammed Abu Sar'inin kiriş sözü. Cemi hamdü sanalar alemlerinin fervaydigari Allah'a xasdır. Durud ve selam Allah'ın uluq peygamberge ve onun ail tavabatlarına, sahabelerge, kıyamet günügücü onlarga ergeşkenlerge olsun. Maqsadga kelsak, uluq hikmetlik Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni insanlarga ve cinlarga rahmet qilib evetdi. Allah Taala mundaq deydi: Ey Muhammed, seni biz bütün ahli cihan üçün faqat rahmet qilibla evetdik. Sura Anbiya 107. ayet. Buni, yani rahmet ekanligini faqat aql ishlatish ne'matidan nesibi berilgan ve İslam kirishdan burungi jahiliyatda yashayotgan kishilarning ahvolidan xabardor bo'lgan har bir kishi his qila oladi. Ular quloq anglagan har bir xato ishlardan to'liq nesibisini olgan edi. Agar Allohning keng qo'rsoqligi va apuchanligi bo'lmagan bo'lsa edi, maxluqotlar uchirgan zulm va qorong'ulikning qo'rqinchisidan tog'lar vayron bo'lgan, osmonlar zamin ustiga tushib ketgan bo'ladi. Jahiliyat davridagi qorong'uliklar sababli hatto ko'zi ko'radigan kishi qo'lini chiqarsa, ko'rolmagila tas qiladi. Alloh nur ato qilmasa kim bo'lmasin haqiqatni tushuna olmaydi. Biz yashayotgan bu dunyo butunlay yo'q bo'lishga hukm qilinib bo'lgandir. Kunlar aylanib turadi. Kecha qancha uzun bo'lsa-mu hamon o'tib ketadi. Zulm qancha ko'p bo'lsa-mu hamon oxirlashdi. Alloh taolo mundaq deydi: Zaminning ustidagi hamma yo'q bo'ladi. Azimatlik va karamlik Parvardigorning zoti mangu qoladi. Sura Rahman 56-57 oyatlar. Kecha va kunduzning olmishi ajoyibotlarni elib keladi. Bularni baloyi ofatlar qurshab turadi. Bani Isroil ichida bir mezgil balki nurg'un asrlar payg'ambarlik va elchiliklar davomlashgan bo'lsa-mu, ular dinning adablari va vahiyning ko'rsatmalariga rioya qilmadi. Balki Allohning so'zlarini o'zgartdi va dinning chaqiriqlaridan yuz o'rdi. Shuning bilan ularning quyoshining nuri o'chdi, eyi tutildi va ularning oxirgi natijasi ziyon tortish bo'ldi. Agar biz ularning ahvoli, ish izlari va qabristonliklari haqidagi tarixlarni o'qiydigan bo'lsak, bir so'zligichining odil hukmdor Allohning bu oyatini o'qiganligini anglaymiz. Alloh taolo mundaq deydi: Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning uylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Sura Naml 52-oyat. Ana shu koinotdagi o'zgarmas dalillardir. Zulm va zolimlar vayron bo'ladi va halok bo'ladi. Adolat va odillar g'alaba qiladi va nijot topadi. Alloh taolo mundaq deydi: Bu, ya'ni munofiqlarga Allohning tutgan yo'li Allohning o'tganki ummatlarga tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Sura Ahzob 62-oyat. Ko'zi ochiq kishilar uchun zulmat o'z qo'shinlarini elib ketdi. Tong yurdi. Islom nuri yangidan chaqindi va botil dinlar uchun qaytadan maydon yoki mavjudlik hosil bo'lmadi. Payg'ambarlarning oxirgisi to'g'ri, oson din bilan avatildi. Uningga eng afzal rahmatlar va salomlar bo'lsin. U tarix yo'nalishini va koinotning yuzlanishini nafratlanarlik qarg'u butparastlikdan koinotni yaratish, qo'rishash va o'rinlashtirish qatorliq ishlarni bajarguchining bir ekanligini so'zlaydigan nurliq tavhidga buyurdi. Tilsimat va bir-biriga zid bo'lgan ilohiyat shunoslikqa ishonmaydigan sog'lom aqllar normal tabiatli kishiga nisbatan u haqiqatan to'g'ri dindir. Sog'lom tabiatli kishi kechasi kunduzdek yo'riq bo'lgan, uningdan faqat halok bo'lgan kishilarla teyib keladigan oq yo'l ustida mangdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam dastlabda ozg'ina kishilar bilan billa mash'alni ko'tardi. Uzoq o'tmay ular kundan kuniga ko'paydi. Qalbi bu dinga echilgandan keyin ulardan hech kim dinni yomon ko'rib kayniga yonmadi, ya'ni murtad bo'lmadi.
Allah Taala mundaq deydi. Allah haqqini bütün dinlardan üstün qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan avatdi. Muhammadning Allohning payg'ambar ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Sura Fatih 28-oyat. Nurluq tavhid karmini uning qo'lida yoritish, buyruq qilish, foyda yetkazish va ziyon yetkazish uning ilkida bo'lgan zot Allohni rozi qilishdan boshqa hech narsaga qaramasdan ilgirladi. Allah Taala mundaq deydi. Allah rahmetidan kishilarga ochgan narsani hargizmi to'sib qolg'uchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Fatir 2-oyat. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan uning sahobalari ilgirladi. Vaholanki iymon hayotning hamma yo'llarini to'ldirgan. Iymonning halovati ularning qalblariga olishib ketgan. Ularning qalblari iymon uchun ochilgan va iymonning muhabbatini o'z muhabbati va mavjudidan ustun bilgan edi. Hattoki Abu Sufyan kafir vaqtidami men hech kimni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rganligini ko'rmadi degan edi. Allah eng buyukdir. Ana shular iymon bilan avvat bo'lgan qalblar oliy firdavs va ne'matlik jannatlar o'rinlashgan yiroq ufuqqa qaraydigan ko'zlar edi. Garchi aqlning o'lchimida bir-biriga zid bo'lgan ikki narsaning birlashishi mumkin bo'lmaydigan ish bo'lsa-mu, shariatning o'lchimida mumkindir. Allah Taala sahobalarning qalbini o'zaro nihoyat mehribon, din dushmanlariga intayin qattiq qilgan edi. Allah azza va jalla mundaq deydi. Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Sura Fatih 29-oyat. Allah Taala yana mundaq deydi. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Allah va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning otalari, o'g'illari yo qarindoshlari yoki urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganlikni ko'rmaysan. Yana ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Allah iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Allah ularni ostidan o'sanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ular mamnun bo'ladi. Ana shular Allohning qo'shinidir. Bilinglarki Allohning qo'shini maqsadga erishguchidir. Sura Mujadila 22-oyat. Ular haq va jihad bayrog'ini ko'tarib, mashriq va mag'riblarga bordi. Kisro va Qaysarlarning taxtlarini pachaqlab tashladi. Ularning qalbi yuksaklikda, azizlikda va haqda ching turishda taqqa o'xshaydi. Ular kunduzi jihad qilib ro'za tutadi. Kechasi Allohning kitobini tilovat qilib qiyomda turadi. Allohning belgilamalariga va adablarga nihoyat amal qiladi. Shuning uchun Alloh ular bilan o'z dinini g'olib qildi. Ular bilan bayrog'ini yuqori ko'tardi va ular bilan o'z so'zi la ilaha illallohni oliy qildi. Shonliq islomiy fatihlar, tantanalik xutbalar yoki ovozliq lintilar yoki Allohning bu fatihchilarga bergan kepillik haqida rol elish, ularning tarixini kino qilib ishlash bilan emas, balki Allah haqida malomatchining malomatidan qo'rqmagan holda shariatga amal qilishi bilan qo'lga kelgan. Mana bugun ummat do'stini xushal qilmaydigan, dushmanni g'amkil qilmaydigan holatga kelib qolgandan keyin ilgari o'tgan kufriy millatlarni urkitaligan amalga selishtirg'ili bo'lmaydigan zapas so'zlarla kelib qoldi. Salohiddin rahimahullohning rolini elayotgan kishilarning ko'pinchisining g'oyasi bo'lsa, yuz berayotgan ishlarga bo'lgan umidsizlik va g'amkinlikni ifodalash, zulmni va tajovuzchilarni ayblashdan iborat. Shuning bilan ularning jur'ati oshidida tajovuzchilarning oqibatini musulmonlar tarafga buraydi. Dushmanlar musulmonlarning oliy janobligi va botirligining yo'qolganligini bilib, musulmonlarni masxara qilib, tillarini chiqarishdi va ularni bo'ysundirishda texmo ilgirlab, ularni har tarafdan qistab keldi. Pat-pat kichik davlatlar qanoti sungan ummat xaritasidan g'oyib bo'ladi. Ummatning tamoqi va ichimligi ozlamasdan ko'payib boradi. Eg'izlar kulki bilan, qapoqlar uyqu bilan to'ladi. Shoirning bu so'zi bizga amaliyotga aylandi. Tirikni chaqirsang anglatar edim, lekin sen chaqirgan emasdir hayot. Yana bir shoir mundaq degan edi. Xarlarga osondir xar bo'lib yashash, o'likni jarohat og'ritmas faqat.
Kim bizga Farruh yoki Said yoki Abu Ubayda yoki Xolid va yoki Mu'tasim va yoki Salohiddin bo'la oladi. Bu ummat cho'nqur jilg'iga tushib ketgandan keyin ummatning birligini qaytarib kelish uchun kim bizga shulardek bo'la oladi? Bizning oldimizda turgan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari nomli bu kitob bizni ana shu yo'lboshchilar va ashablarning yo'liga qaytarib keladi. Ular o'limni va shahidlikni nurg'un kishilarning rohat farog'at uchun xor hayotini yaxshi ko'rganidan bakrak yaxshi ko'radi. Ularning hayoti pok, nurli hayot. Chunki ularning har biri buyruqlarning hammasini o'rindab, cheklimlarning hammasidan yenib, xo'jayinlarning xo'jayini Alloh taolodan nihoyat qo'rqqan holda yer yuzida menib yuradigan islom edi. Ular Alloh taoloning roziligini izlab maxfiy amal qiladi. Qilmagan ishlari bilan maqtalishni yaxshi ko'rmaydi. Shunga ular Allohning nijot topgan qo'shiniga aylangan edi. Ular bilan ulardek amal qilayotganini da'vo qilayotgan kishilarning orasini selishtirish mumkin emas. Chunki ular yukar yultuzining yenidagi kishilar. Ulardan boshqalar bo'lsa oyoqlar ostida dassilib yuradigan tuproq ostidagi kishilardir. Bu kitobning avtori mening ta'riflashimdan behojatdir. U yosh ustoz Mahmud Misri Abu Ammar musulmonlar uchun yaxshidan yomonini ayirish jihatda jafokash tadqiqotchidir. Bu uning ummatimizning marosidan xato bo'lganlarga har xil ilmiy so'rovlarda qarshi turganligida oshkor bo'ladi. Biz mangu tirik, hammani idora qilg'uchi, ulug'liq va hurmat egasi bo'lgan Allohdan uningga har ikki dunyoda katta mukofot berishini, xuddi bu kitobning asli bilan manfaat bergandek, bu kitob bilanmi manfaat berishini va bizni ilgirki yaxshiliklarimiz bilan eng yaxshi holatda birga qilishini tilaymiz. Duoyimizning oxiri shuki, butkul madihalar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Alloh o'rgatuvchilarning va tarbiyachi qo'mondonlarning yo'l boshchisiga, oila tavofitlariga va sahobalarga rahmat, salomatchilik ato qilsin. Qudratlik egisining apusiga muhtoj banda Zaki Muhammad Abu Sar'i. Hijriye 1420 yılı Şaban'ın 11. günü. Hürmetlik anlayıcılar, bu katımlık anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallığı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزته تسمو به للعالي